Assalomu alaykum do'stlar, do'konimizga keng assortimentda tikmachilarimiz, rabochiy va yangi mashinalarimizni olib kelganmiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozir narxlarni bittasini aytaman desam, unda ulgurmayman. Tez-tez ularni aytib o'tib ketaman. Narxlarni bemalol kommentariyada so'rasanglar, har bittasi narxini yozib qo'yiraman. Ketdik. Xo'p, Sunser yangi korobka. Xo'p, Bayo avtomat overlock. Bayo overlock yaxshi holatda, ideal holatda. To'rtli, choklar chotki. Hozirgi katta motor. Bayo paspashvolka, beka ham ishlasanglar bo'ladi. Chiani paspashvolka beka qilib ishlasanglar ham bo'ladi. Zo'r holatda. Maki overlock, mayt motor. Bu ham arzonchiroq, narxi anchagina arzon chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Hop, bu yoqda kuchli modelimizdan bo'lgan Jack 798 modelimiz. Bu yetorlar bilan bir xil holatda, holatini zapchastlar bir xil tushadi. Mayt motor, kafolati bor bularda ham. Duki to'rchakimiz arzonroq, arzonchiroq to'rchak. Maki to'rchakimiz bu ham arzonchiroq to'rchak. Hop, W to'rimiz. Hop, hozir bundan 2 dona bor. Bu ham narxi arzon, anchagina. Buni yangisi 620 dollar. Buni narxi anchagina arzon. Holat ideal. Ustollari mana ularda. Ustollari mana ko'rishingiz mumkin. Ichkarida ham asosiy ustolarimiz bor. Tayyorlash hali berib ulgurganimiz yo'q. Mana mashinalarni ko'rishingiz mumkin. Mana yerto'larimiz kelgan, jaketlarimiz ideal holatda. Bularni arzon narxda berib yuboramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, assortimentlarimiz bor. Hamma mashinalardan keldi. Hop, bu jaketga yangi korobka overlock, narxi anchagina arzon. Hop, do'si to'g'richak avtomat, polniy avtomat, hamma yoq ishlaydi. Chotki kafolatlari beramiz. Bursa overlocklarimiz holat ideal holatda. Mana bular bor. Hop, W ideal holatda. Bu yerda yana jack overlockimiz. Hop, bu yerda GMC to'g'richakimiz 200 dollardan to'g'richaklar yangi korobkadan narxini aytib o'tib ketaman. 240 dollardan overlocklar yangi korobka. Avtomat overlock 420 dollar. 280 dollar. Avtomat to'g'richak 9 sulchokli 320 dollar. Jacko chiskali 240 dollar. Jacko oddiy 200 dollar. Kafolati bor. Chakaka 220 dollar. Sunser 360, 480, 580 dollar avtomat overlock. Sunser tugma 780. Bu yerda dial yangi holatda bo'lgan. Bularni sotilgan. Bular sotildi. Sunzerdagi to'g'richakimiz 200 dollardan edi, bu 220 edi, sotildi. Urgan yangi korobka. Buning narxi 215 dollarga beramiz, aksiya 300 dollar. 325 dollar. Hop, bu yerda to'g'richaklarimiz 200 dollardan 200 dollardan bu 1200 dollar yangi mashina. Hop, bu yerda ideal holatda bo'lgan Jack Attorimiz. O'ta zo'r holatda, mana ko'rishingiz mumkin, holatini zo'r holatda hamma yo'q ishlaydi, javob beramiz. Zo'r holatda Attor so'raganlar uchun mana shuni tavsiya bera olaman bemalol. Xo'p, narxi 300 dollarga beramiz. 2 yil kafolat bor. Jacki to'g'richakimiz narxi 260 dollar. Jacki overlockimiz 300 dollarga beramiz. Britex 210 dollar, Making 200 dollar. Rezagimiz 220 dollarga beramiz. Vietnam Brus to'g'richakimiz avtomat 270 dollar. Shagashi 180 dollar. Britex Rezag 8li 200 dollar. Attorimiz 270 dollar, 270 dollar. Bu yerda overlocklarimiz ham bor. Men bularga 200 dollar narxi beramiz hammasini. Qolgan zapchastlar ham bor. Hop, zapchastlarga kelsak, mana ko'rishingiz mumkin, zo'r hamma zapchastlardan bor. Keyin bizda aksiya bo'lyapti. Shu 9 kaychini kimdir mashina olsa qo'shib beramiz. Ramazon oyida, faqatgina Ramazon oyida 9 kaych qo'shib beramiz. Qo'shimchasi o'zi nina, atirka, hamma yo'g'ini beramiz. O'zi aslida rabochiy olsanglar ham biz qo'shib beramiz. Pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar.